Xo'p, assalomu alaykum hammaga. Tak, bir sekund. Bir sekund. Bir daqiqada boshlaymiz bolalar. Hamma qo'shilib olsin. Qo'shilib olganlar demak chiqib ketmay turamiz. Onlayn dars bo'ladi bugun. 8 ga deyishgan ekan-ku. Ayni vaqtda biz demak rekord qo'yamiz baribir har ehtimolga qarshi, chunki ko'pchilik odam bizni pakka hozircha kuzatayotgani yo'q. 30 kishi bo'libmiz, 30 kishi ekanmiz. Tak. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi hammaga? Mana bu yerda join degan joyimizda yozib qo'ysangiz bo'lar. Mana shu yerga like chan bosib qo'yaylik. Demak, join degan joyga ovoz qanday? Ovoz zo'r, demak, eshitilyapti. Juda yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Bizda demak 30 bitta ishtirokchi, 40 tadan oshgan vaqtimiz boshlayversak bo'ladi. Tak, rekord qilyapmizmi? Rekord qilyapmiz. Demak, hammasi joyida. Tak, bugungi dars nima haqida bo'ladi o'zim bo'lganda? O'tgan darsda biz nimani ko'rib chiqqan edik? Spellinglarni ko'rgandik, harflarni qanaqa qilib talaffuz qilish muhim ekanligini ko'rgandik. Bugun siz bilan pronunciation, ya'ni talaffuz bo'yicha ko'ramiz. Bugungi darsimiz asosan o'sha boshlang'ichda, birinchi qadamda beginner, elementary bosqichlardagilar uchun bo'ladi, lekin pre-intermediate, intermediate, dajichi pre-IELTS va IELTSdagi bolalar ham ancha-muncha foyda olishi mumkin bo'lgan ba'zi bir sekretli joylarni kimdir dars o'tmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Masalan, aytaylik, o'zi IELTS darajadayu, lekin aytaylik o'sha muammolari bor dars o'tishda, tushuntirib berishda. Masalan, nima uchun mana bu yerda I harfi bor? Misol uchun mana Shahriyordagi R dan keyingi I harfi bir joyda E bo'lyapti, bir joyda I bo'lyapti, bir joyda butunlay boshqacha bo'lib ketyapti. Mana bunaqangi muammolar haqida biz gaplashamiz bugun. Men imkon bor qadar o'zimni barchasini ulgurmayman, chunki bugun hozir 8 u 7 bo'lgan bo'lsa, где-то bir 9 largacha davom ettiramiz. Imkon bor qadar hech narsani yashirmasdan sekretlarimni tushuntirib beraman. Qanaqa qilib men bolalarga oson tushuntirib bera olaman pronunciation mavzusini, ayniqsa boshlang'ich bosqichdagi o'quvchilarga, general Englishdagi bosqichdagi o'quvchilarga. Orangizda mana shu yerda bizani kuzatib turgan demak o'quvchilar ichida balkim yuqori darajali bolalar bo'ladigan bo'lsa, bir kun ustoz bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, siz qanaqa qilib oson tushuntirishingiz mumkin bolaga. Demak, pronunciation'da birinchi qadamlarini mana shu haqida sizga boshqa joylarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Agar ustozingiz yaxshi, qo'polroq aytganda farosatli bo'lgan bo'lsa, sizga ana shu narsalarni tushuntirib o'tgan. Men sizga o'sha demak joylarini to'liq holatda tushuntirib beraman. Ayni vaqtda bizani kuzatib o'tganlar demak 40 tadan oshdi. Demak 41 ta demak ishtirokchi ko'rsatyapti menda. Biz pikimizda 100 tagacha erishdik. Demak, men boshlasam bo'ladi. Hamma tayyormisiz? Demak, tayyorman deb yozib oling. Men o'sha demak mana shu yerda tayyorman desangiz, hammamiz demak kuzatib boramiz desangiz, boshlaymiz. Juda yaxshi. Mohiba Abriyeva tayyorman, Faza tayyorman, Baxtshob tayyorman, ready, Abbos Norboyev ready. Bu demak hamma tayyor bizni kuzatib turadigan demak o'quvchilarimiz. Hozir men sizga demak siz biladigan, bilmaydigan joylarni hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Men pronunciation'da bir nima qilmoqchiman bolalar? Sizga hozir hech degmagan bir qandaydir bitta so'zni qanaqadir o'qilishini tushuntirib bermayman. Masalan, borki ba'zilar certificate so'zini masalan certificate deb o'qiladi aslida deydi-da, o'sha joyini ko'rsatib beradi. Boshqacha bir siz umuman ko'rmagan so'zingiz bo'ladi-ku, misol uchun aytaylik, mana Word faylni nima uchun ochib qo'yganman bolalar, sizga o'sha narsalarni qo'shimcha gap aynan prezentatsiyada tushuntirishim qiyin bo'lgan narsalarni men Word fayl tushuntiraman. Masalan, nimani ko'rsangiz, YouTube'ni ochsangiz, juda katta qism
demak video materiallar, juda katta qism o'zimizdagi onlaynda dars o'tayotgan ustozlar sizga mana buni tushuntiramiz, aytadi. Men misol keltiraman-da, masalan mana shuni innocent deb o'qimagin, innocent deb o'qigan deydi masalan. Innocent. Innocent emas bu, yoki innocent emas, qanaqadir innocent bu deydi. Shunga o'xshab so'zlarni har xil. Bu so'zlarni bilasizmi bolalar? Siz shunchaki innocent degan so'zni ko'rsangiz, shunchaki Google Translate'da o'sha ovoz eshitadigan nimasi ham bor. Hozir Xudoga shukr, masalan artificial intelligence AI dan, ChatGPT dan yoki bo'lmasam 15 yillar bo'ldi, telefoningizda ovoz eshitadigan funksiyalari bor. Bemalol mana shuni eshittirib ko'ring, American'da ham, Britishda ham talaffuz qilib beradi uni. Innocent deb. Men sizga nimani ko'rsatmoqchiman bugun? Bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam sal boshqacha ekanligi, ma'lum bir qoidaga tushadiganlar, algoritmga tushadiganlar. Tushunasizmi? Chunki siz yoqtirasiz-ku, ma'lum bir hamma narsa qolip bo'yicha, qadam bo'yicha ketsang. Ana yoqqa borsang, jarlik bor. Tushib ketasan, o'lasan. Mana bu yerga borsang, jarlik yo'q. Mana shunaqa holatda tushuntirishga harakat qilaman. Bo'pti, mana endi boshlaylik. Cho'zilib ketmasin. Men sizga birinchi tushuntirmoqchi bo'lgan narsam bolalar, bu ay harfi. Qisqa qilmoqchiman. Bu darsni 1 soat cho'zmaymiz, mana 50 minut bizga yetib ortsa kerak deb o'ylab turibman. Sizning hamma savollaringizga ham javob beradigan holatda. Demak, so'z o'rtasida, demak, I bilan R ni kelgan vaqtida qanaqa o'qiymiz? Bolalar, biz uni yo deb o'qiymiz. Kimdir tushuntirmasligi mumkin bu narsani misol aytadigan, chunki hammangiz maktabda bilasiz, mana shuni girl deb aytgan degan, bird degan, to'g'rimi? Nimaga shunday ekanligini bu aytgandek, farosatli ustoz bo'lsa, albatta buni aytgan bo'lishi kerak. R dan oldin, ya'ni R harfidan oldin I harfi kelib qolsa, o'rtada bu demak girl. Rus tilida yojikni ko'rganmisiz, ha? Yo deydi-ku, ha? Ana shu yerdagini yo deb o'qib oling. Mana bu yo'qda men bekorga ochib qo'ymaganman-ku, to'g'rimi? Qarang. Demak, masalan, mana shuni biz nima deb o'qiyapmiz? O'qilishini mana o'zi yomida ayimiz, demak girl desak bo'ldi ekan. Tushunasizmi? Yana mana buyimiz demak qush so'zimiz bolalar chiqqan ekan, masalan, bird, ha? Bird ekanligi. Yo deb aytsak bo'ldi. Asl pronunciation'da demak tushuntiradiganlar, aksent bilan tushuntiradiganlar, to'liq 100% gapirtirmoqchi bo'lganlar, hozir meni fikrlarimni qarshi chiqishi mumkin. Juda ko'pchilik ustoz, juda ham saviyasiz ekan deyishi mumkin. Nima uchun? Chunki aslida buni talaffuzi men aytayotgandek hozirgidek bolalar girl bo'lmaydi yoki mana bird emas, bird bo'lmaydi, balki girl. Qanaqadir qarang, girl demayman, girl. Haqiqiy 100% Britishcha aksent qilmoqchi bo'lsangiz, talaffuzni ham chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz, girl, bird. Qarang, qanday ketyapti. Bu yo bo'lmayapti. Lekin hozir men aytgandek qilib siz girl qilib qo'yishingiz uchun juda ham ko'p praktika qilishingiz kerak. Bunaqa so'zlarda lutchi siz misol aytaylik, beginner o'quvchiga tushuntirayotgan bo'lsangiz yoki beginner bo'lsangiz, elementary bo'lsangiz, shunchaki eslab qoling, ayni yo deb oling, yo deyish osonroq-ku. Girl, bird deysiz va bu 90-95% to'g'ri talaffuz qilish, 100% emas. 90-95%. Kim girl degandan ko'ra girl degan ancha yaxshi-ku, to'g'ri, girl bo'lmasa ham, ya'ni girl degan yaxshiroq-ku, to'g'rimi? Bird degandan ko'ra bird deyish menimcha anchagina saviyali, o'quvchiga ham mantiqan tushunarli bo'ladi. Demak, shundan kelib chiqqan ekan bizga birthday emas, birthday bo'lishi, ha? Birthday. Birthday deying, ya'ni birthday demasdan turib. Birthday. Dirty. Qarang, dirty aslida, lekin dirty desangiz ham ja darajada qo'pol xato hisoblanmaydi. Sizni tushunading muhimi. Lekin dirty deb o'tirsangiz, skirt mikan bo'lar, skirt mikan? Skirt deysiz, skirt, yo'q gapshaba, o'zi skirt. Demak, skirt desangiz bo'ldi ekan. First mikan, first mikan? Bolalar, firstmi yoki first? Demak, bekorga nima uchun? Mana hammangiz bilasiz, to'g'rimi? First deb o'qiysiz, to'g'rimi? Nima uchun first deyotganingizni tushunyapsizmi? Yo'ga o'xshab aytilyapti. Mana shunga sariq qo'yib qo'yaman bolalar. Demak, yo deyilayotganiga e'tibor beramiz. Bundan keyin o'rtada, so'z o'rtasida r dan oldin I harfini ko'rdingizmi? Siz yo deng. Istisnolar bo'lib qolishi mumkin. Men aytayotgan qoidalar bu hamma so'zga to'g'ri kelaveradi degani emas. 90% so'zlarga to'g'ri keladi xolos. Tushunasizmi? Demak, e'tiborli bo'lish kerak.
Davom etamiz. Birinchi bet tushunarli bo'ldimi? Manda umumiy hisobda nechta bit bor ekan? 12 ta bit bor ekan bolalar. Biz ozroq mashqdan bajaramiz umumiy hisobda. Endi qarang. I so'z oxirida kesachi deyilibdi. I so'z oxirida kesa. I so'zi men sizga tushuntirib o'tayin. I so'zi bor mana bu. I so'zini deyapman bu. I harfi. Demak, I harfi, latta I so'zni oxirida undoshdan keyin kelsa, o'zi umuman hech qachon o'qilmaydi. Uchun hech e'tibor berganmisiz? Oddiy, masalan aytaylik, like deganda, masalan, likey demaganmiz, to'g'rimi? Yoki nice deganda nicey demaganmiz. Kim? Masalan, hamma biladi-ku, to'g'rimi? I'ni o'chirib qo'yaman, qarang. I'ni o'chirib qo'yaman. No, men hozir bir bug'unliklar haqida gapiraman. Masalan, expensive. I o'qiganmizmi hech? Expensive debdagina. Yo'q. Buni shunchaki beginner bolaga tushuntirsangiz bo'ladi. Uka yoki singlim, san so'zni oxirida mana shu I harfini ko'rabsanmi? Bo'ldi, u o'qilmaydi. Prosta san o'qimagin uni. Tushunasizmi? U bir bug'unlik bo'ladimi, ko'p bug'unlik bo'ladimi, farqi yo'q. Lekin unda savol so'raydi. O'sha bola agar mantiqliroq savol so'rab qolishi mumkin-da, yoki o'quvchingiz aytib qolishi mumkin. Ustoz, o'zi I o'qilmasa, I yoziladi. Mana yozmasa ham bo'lar edi-ku uni. Demak, qarang, yozmasa ham bo'lardi, lekin yozmagani bilan bu I o'zining vazifasi bor. Bu I o'qilmaydi va o'qilmaganning hisobiga bir bug'unliklarda bolalar, e'tiborli bo'ling, mana bu so'zlar hammasi bir bug'unli so'zlar. Ikki bug'unli bo'lsa ham ba'zida bo'ladi. Masalan, aytaylik, ikki bug'unli kelib qoldi-da, o'shanaqa holatlarda ham hozir ko'ramiz ularni ham. I'lar o'qilmasligi unni oldidagi unli harfni, ya'ni o'rtada kelgan unli harfni alfabetda qanday bo'lsa shunday o'qilishga majbur qiladi. Ya'ni, hozir mana bu yerdagi so'zimiz lik deb o'qilmasdan turib, nima deb o'qilyapti? Shuga tushuntirishim kerak. Qarang. Like. Mayli. Like bo'lsin, so'zna. Like shunaqa o'qiysizmi yo like? Xullas mana shunaqada. Nima uchun like deb o'qildi, lik deb o'qilmadi? Bu o'z umumiy mantig'idan kelib chiqamiz bolalar. Chunki mana bu alfabetda qanaqa harf edi bu? Bu harf. Bu I harfimidi yoki I deysizmi endi bunaqa? I harfi, to'g'rimi? Alfabetda qanday bo'lsa, shunday o'qishiga majbur qilar ekan. Demak, mana bu shundan kelib chiqqan ekan. Bolalar nice so'zi shundan kelib chiqqan ekanmi? Nice. Tushunapsiz-a? Mana shunaqa. Endi siz tushunyapsizmi nima uchun bu big bo'lmaganligini yoki mayli i'ni oxirida o'qilmasligingiz ham tushundi, lekin bike bo'lganini tushundingizmi? Bu i o'qilmagani bilan uni o'rtadagi kelayotgan unli harfni, u unli harf faqat I emas, bo'lar A ham bo'lishi mumkin. Alfabetda qanday bo'lsa, xuddi shunday o'qishga majbur qiladi. Ya'ni mana bu yerda take so'zimizda qarang, bir bug'unliklarga tegishli faqat bu qoida. Qarang, sirlarini aytib ochaman. Mazani i'ni o'qimaysiz, shuni hisobiga kelgan mana bu. Demakdan joyi aslida nima bo'lib ketyapti? Take bo'lyapti. Demak, men barobar qilaman va qavschiga take. Nima uchun? Chunki alfabetda A harfi bu A, to'g'rimi? Birov chaqirishga A deysiz-ku, A. Demak, shundan kelib chiqyapti mana bu take so'zi. Birovga tushuntirib berish ancha oson bo'lib qoldimi siz uchun? Demak, tushundingizmi? Qarang, qanaqa I yo'q bo'lganligi sizga bolalar. I yo'q bo'lganligi. O'rtada kelgan unli harfni nimaga olib kelar ekan? Alfabetda qanday bo'lsa, shunday o'qishga majbur qilar ekan. Demak, mana bu nimamiz? Fakey ham emas, g'alati qo'polroq so'z chiqar ekan, fakt emas, fake bo'lib chiqishini tushundingizmi? Fake ekanligini. Yoki bo'lmasam, mana bu so'zni ko'rsatamiz bolalar. Siz bilasizlar, shuhrat degan so'z bor. Mana shu nima uchun, demak, fame bo'lishini tushundingizmi? Oxirida i'ni o'qimaymiz. Oxiridagi i'ni o'chirib tashlayman men bolalar va oxiridagi i o'qilmaganlik hisobiga mana buchi alfabetda qanaqa harf edi? A midi? A bo'lsa shu A ligicha o'qiladi. Demak, chunki A harfi, demak bu A edi. Fame shundan kelib chiqyapti bolalar. Endi mana bunga qarang. Bu yerda ham oxirida i o'qilmaydi. Masalan, men bu O bo'lib qoladigan payt bo'lsin. Masalan, aytaylik, qarang. Aytaylik, keling. Tom degan so'z bor sizda, Tom. Yoki Tom deymiz, ism bo'lsin aytaylik, ism bo'lsin, masalan, Tom. Lekin qarang,
Agarda Tom, bu Tom and Jerry'dagi, Tom va Jerry'dagi Tom. Agarda orqasiga e qo'yib qo'ysam, buni o'qilishi qanaqa bo'lar ekan? E ni o'chiraman va mana buni yozilishi, uzr. O'qilishi, mana buni o'ldirdim men. O'qilishi, qarang, alfabetda mana bu O harfi, qanaqa harf? O. Emas-ku, bizanikiga o'xshab O emas. O. Oxirida ana Jadurning kinosi bo'lganmiz. Mana shu O cho'ziladi, to'g'rimi? Xuddi shunday. Mana bu so'z bor-ku ingliz tilida. Nima deylar ekan? Tone. Mana O. Orqasidan u bilan cho'zyapman. Tone. Tushunasizmi? Endi o'ylab ko'ring mana. Mana shu qanaqa bo'ladi? Bu bon. Lekin orqasiga e qo'shib qo'ysam nima bo'lar ekan? Uchiraman. Eni i o'qilmaydi. I o'qilmaganini hisobiga i borligi uchun bu qanaqa o'qilar ekan? Bone. Bon emas, bone. Ya'ni cho'zib o'qib olar ekanmiz. Mana buni o deb o'qir ekanman. Tushunyapsizmi? Endi qarang. Mana bu yerda qarang. Siz ko'p ko'rgansiz, masalan, mana bu tip degan so'z. Tushunasizmi? Tip. Tushunasizmi? Agar orqasidan ayni ko'rsam nima bo'lar ekan bolalar? Tushunyapsizmi? O'chiladi. Endi tip degan so'z yo'q o'zi aslida. Prosta bo'lganida deyman-da men. I o'chirib ketar ekan, mana bu nima ketar ekan? Ay bo'lib ketadi. Tushunasizmi? Demak, chunki bu alfabetda ay harfi, type bo'lib ketgan bo'lar edi. Mana bu yerga ham e'tibor bering. Pip bo'lar edi. I bo'lmaganida, umuman o'zi i harfi umuman yo'q bo'lganida, bu yerda pip deb o'qilgan bo'lar. So'chunda bu. I borligi uchun bu nima bo'ladi endi? Pipe. Alfabetda qanday bo'lsa, shunday o'qilar ekan mana bu o'rtadagi so'z. Bu yo'q, endi qarang, mat degan so'z. Mat degan ingliz tilida so'z bor. Bu mat, tushunasizmi? Endi qarang, yoki siz ko'rgansiz, mad degan so'z bor. Mad, loy. Siz biladiganlar so'zlarni. Hozir bu yerda beginner bo'lsangiz, juda ko'p so'zlarni bilmaysiz. Chunki o'qilishini, lekin bilmaydigan so'zni ham o'qilishini o'rgatyapman. Tushunasizmi? Endi qarang, bu mat. Shunchaki mat. Yoki mana sizga ko'rsataman, qarang. Mana qaysi so'z? Faqat so'kmayman. Bu cat. Ya'ni boshqacha aytavermayman deymanda. Xo'p, xullas bu cat. Maqasa i qo'yib chiqaman bo'lar. I qo'yib chiqsam, i o'qilmaydi va nima bo'ladi? Mana bu harf ingliz tilida bu qaysi harf? U harfi. U. Qarang endi nima bo'lyapti? U edi-ku, mute. Ana bu televizoringizni pultini mute qilib qo'ying deydi, bilasizmi? Ovozini o'chirib qo'ying deydi. Mute o'chirib qo'yish degan ma'noda mute. Chunki mana bu harf ingliz tilida bizlarga qanaqa o'qiladi? U deb o'qiladi. Mute. Mad edi. Agar bunday bo'lsa nima bo'lar ekan? Mute. Faqat mute emas, mute. Endi qarang, kat qirqmoq. Lekin so'zi bor. Juda ham bir yoqimtoy degan so'zi bor. Buni hayvonlarga va qizlarga ishlatsa bo'ladi. Qizlarga, kichkina bolachalarga ham ishlatsa bo'ladi. Og'aynilaringizga ham ishlatsangiz bo'ladi dedim-da, uni boshida aytdimki, hayvonlarga ishlatsa bo'ladi dedim. Shuning uchun bemalol ishlatsa bo'ladi xullas. Xo'p, mana bu yerga kelamiz bo'lar. Bu nima bo'lyapti? Catni endi cute-ni. Cute qanaqa paydo bo'lganini tushundingizmi? Ya'ni o'qilishini yozib beraman bolalar prosta. Mana bu bizda C harfi yo'q, K. Cute. Mana bu U deb o'qilyapti. Nimani hisobiga? E ni yo'q bo'lib ketganini hisobiga. Bo'ldi, endi men tushuntirib berishim shart emas. Bu demak tune emas, tune. Qarang. Tune ham emas, tune. Musiqa deganida. Bunga qarang, bu yomonroq so'z olganda bu qanaqadir zo'rlash degan so'z, zo'ravon, zo'rlash, birovni majburlash deydi. Shuning uchun qarang, lekin endi so'z kelgan ekan, i yo'qilmaydi. Qanaqa o'qiladi bolalar? Bu nima deysiz? Rape deb o'qiladi. Chunki qarang, oddiy misol sizga musiqani aytaman. Mana bu rap degani musiqa turi. Rap music deydi-ku. Rap musiqasi. Endi e'tibor bering, bu rap bo'lsa, men orqasidan bitta i ni qo'shsam, bu ham ingliz tilida so'z bor, bunaqa ham. Bu yerda zo'rlash. Endi iloji yo'q. Bu nima ekan? Endi-chi bu? Mana bu alfabetda qanaqa harf edi? A edi, to'g'rimi? A. Endi siz buni a deya olmaysiz. Rap deya olmaysiz. Rap desangiz, mana bu is yo'g'i bor-ku, umuman s yo'g'i. Rap bo'lardi. Bu rape bo'lib qoldi. Ya'ni rape. Tushundingizmi? Mana pishgan degan so'z bor ekan bular. Bu ripmi, ripimi, raypimi yoki raypmi? Mana tushuntiribsiz buni? Rayp.
ekanligi. Mana qoida, mana sizga logika bo'ldi. Pastga o'qingchi, hammasini tushundingizmi, tushunmadingizmi? Zo'r tushundim yoki tushunmadim, hayvonlarga deng debdi. Ha, shunday. Tushundim, chotki bo'ldi yoki yaxshi tushundim. Qaysi joyga tushunmasangiz yozing, men kommentariyani o'qiyman. Sizga 15 sekund vaqt. Xo'p, tushundim debdilar. Demak, bittasi perfect, chotki debdilar. Demak, menimcha bolalar qiyin tushuntirayotganim yo'q. Xursandman. Bolalarga ana shuni qilib oson tushuntirib qo'ying. Ular sizni, "Vo, zo'r ekan" desin. Tushunarli? Молодцы. A piece of cake with you debdi. Juda ham darajada, dedik, bilasiz, bu tort bo'lagi degani emas, bu phrasal verb, idiomatic language. Juda ham oson degani, kech keldim, tushunmay qoldim debdilar. Men siz uchun videoga darslikni yozib olyapman. O'shanda endi angladim shunaqaligini, debdilar. Xafa bo'lmang. Hechdan ko'ra kech yaxshi deydi. Tushunasizmi? Qora yumor qilib ketyapsiz o'rtada. Yo'q, darajada emas. Xo'p. Rahmat. Tushunayotgan bo'lsangiz men xursandman. Keyingi betdagi o'tsak bo'ladi. Tushunarlimi? Tak, menimcha даже real fanlarni tushunadigan darajada nima qilyapman, gapiryapman. Keyingisiga o'tamiz. Mana bu qora yumor bo'ldi. Lekin keling practice qilamiz. Bular practice qilishdan oldin yana bitta narsaga urg'u berishim kerak. Agar ikkita so'zimiz, ikkita harfimiz bir-biri bilan birdaniga kelib qolsa ham, mana shu qoida rol o'ynaydi. Misol uchun qarang. Keltirishim kerak. Goat. Nima degani bo'lar? Echki degani. Nima uchun buni goat deymiz? Goat demaymiz, tushunasizmi? Goat desak bo'lardi-ku, to'g'rimi? Lekin biz goat deymiz. Sababi shundayki, bo'lar, bu boyagidek oxirida e kelmayapti. I degan harf yo'q. Men mana bu yerda oxiri i kelib qoladigan bir bo'g'inli so'zlarni aytdim. I kelmayapti bu yerda hech qanaqa. Bu yerda ikkita unli birga kelyapti. Ikkita unli birga kelgan paytida biza boyagi qoida aytamiz. Ikkinchisi i'ni vazifasini bajaradi, boyagi i'ni. Bu o'qilmaydi. Mana bu o'qilmaydi, umuman yo'q, tushib qoladi va birinchi unli harfimiz. Uni oldidagi unli harfimiz alfabetda qanday bo'lsa, shunday o'qiladi. Mana bu omida yoki o'midi. O edi, to'g'rimi? Demak, qarang, nima kelib chiqadi bizga? Goat. Nimaga kelib chiqqan ekan bolalar? Mana sizga yana bitta variant. Nima ekan bu? Boat. Bu gapni tushunyapsizmi? Yo'q bu yerda. Qarang. Yo'q bu yerda. Bu esa alfabetda qanday bo'lsa shunday. Mazami? Boat. Tushunasizmi? Bunaqa misol juda ham ko'p. Masalan, palto. Nima ekan? Tak. Coat. Bu gapni tushunyapsizmi? Nima uchun coat bo'lmayotganligini? Siz aytishingiz mumkin. Bilaman-ku, coat deb o'qiladi, coat deb o'qilmaydi deysiz. Siz lekin shunchaki birdan o'rgangansiz. Asl logikasi bo'yicha mana bu nima ekan? Kimgadir o'rgatsangiz ham bo'ladi bolalar buni. Demak, aslida ikkita unli bir bo'g'inli gapda ikkita unli birga keldi. Ikkinchisi voy, ovni ham o'chirib qo'ydim-ku men. Va shunaqa holatga ketishdi. Tushunyapsizmi? Chunki hozir mana bu yoqqa qaraymiz bo'lar. Mana bu bo'yagi qoida i o'qilmaydi-da, practice qiling, aytib ko'ring deb so'rabdi. Bu nima ekan? Bake. Bake emas, bake. Tushunyapsizmi? Endi mana bunga qaraymiz. These. Mana i-midi? I emas. Tushunyapsizmi? Ba'zida bo'ladiki, masalan, keling, men aytaman. Mana bu i emas-da bu. I emas. Alfabetda qanaqa bu harf? I-mi? I emas, bu bad. Ya'ni i harfingiz-chi bu ishlashi mumkin. Bad. Tushunasizmi? Yoki qizil so'z bilasizmi? Red. Bular i bo'lib ketishi uchun orqasidan bitta i qo'yish kerak. Beat, read bo'lishi uchun. Tushunasizmi? Bu bad, red. Mana bu yerda bu this emas, these bo'lganini, ingichka i bo'lganini sababi mana bu i yo'q bo'lib ketdi. Alfabetda qanday bo'lsa, shunday. Fame boya ko'rsatdim. Mana bu ko'rsatgan, mana bu emasmi? Ikkita unli. E'tibor bering. I bilan buni hozir men boplayman buni. Qarang. Ikkita unli keldi. Bir bo'g'inli so'zlarimizda ni yo'qotdim men. Mana bu i'ni dream. Nima uchun dream emasdi? Dream. Tushundingizmi? Sue. Qarang.
Sue bu odamning ismi. Lekin birovni sudga berishda ham Sue deydi. Ya'ni Sue degani qarang mana odam ismi Susan Sue deydi-ku. Shu bilan birga fe'l bor bo'lar. Sue degan fe'l bor. Bu sudga kichkina harf bilan yozaylik. Sudga bermoq. Kimdir sudlashmoq deganda, masalan, keling gap quramiz. Sue sued me. Sue meni sudga berdi. Past simple tushunsangiz kerak. D qo'shib qo'ydim o'rtasiga. Sue meni sudga berdi. Sue meni sudga berdi. Yaxshi qiz emas ekan. Xo'p, tushunyapsiz-a? Endi qarang, bu Sue'da ham xuddi shu holat sodir bo'lyapti. Bo'lar Sue'ni yozaman. Ikkita unli birga kelyaptimi? Bir bo'g'inli so'zmi? Voy, buni o'chmasligim kerak edi. Sue emas bu aslida. Sue emas. Bu o'qilmaydi. Bu qanaqa harf edi? Bu qanaqa harf edi? Bu u edi-ku, to'g'rimi? Ya'ni u-ni biza u deymizmi? Uzr, u debman. U deymizmi? Demak, bundan kelib chiqyapti, Sue paydo bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Ketdik. Drone. Qarang, drone emas yoki drone, chunki drone deydigan bo'lsangiz adashasiz. Bu drone emas. Masalan, shuni kurtdagina, bu drone-ku, ana tepada uchradigan bor-ku. Bu drone-ku desangiz xato. Drone emas. Drone bo'lishi uchun mana bunaqa yozilishi kerak edi. Drone bo'lishi uchun. Buni esi ham bor. Bechora, men nimaga yashadim deyapti, tushunyapsizmi? Nima? Meni shunchaki pakayfa o'lib ketishim uchun dunyoga keltirishganmidi ota-onam deyapti. Bu prosta o'lib ketadi. O'lib ketgan paytida ham, yo'qib ketgan paytida ham nimadir vazifa bajarib ketish kerak. Nima vazifani bajaradi? Mana buni emas, deb aytishga majbur qiladi. Ya'ni drone paydo bo'layotgani endi bu yerda o'qilishi bo'lar. Drone paydo bo'layotganini tushundingiz. Malatsi. Mana bu yerda ikkita unli kelyapti, demak, bu yog'ini hammasiga o'zgartirmayman ular. A tushib qoladi. Bu o sop emas, tushundingizmi? Masalan, top deymiz, to'g'rimi? Masalan, bu top. Bu o. O emas bu. O emas. Agarda mana shu yerda u bo'lganda edi, tovuq bo'lardi. Mana tushib qolgan ekan. Tushundingmi? Mana bunday bo'lganda ham tovuq bo'lardi. Chunki i tushib qolardi va o bo'lib ketardi. Bu top shunchaki. Ya'ni top. Nima men ham xuddi shunday. Soap bo'ladi. Bu yerda qanaqa holat bo'ladi? Bo'lar suyga o'xshab. Ikkita unli, ikkinchi unli tushib qoladi. Mana bu alfabetda qanday bo'lsa, o'shanday. Alfabetda bu harf qaysi harf? I-mi yoki A-mi? A. Tushunyapsizmi endi qanaqa qilib bu figur nima uchun pay deyotganini? Ana pay bor-ku. Pirog so'zi. Pay. Pay deb o'qimayman, mana o'qilishini yozyapman buni. O'qilishini yozyapman. Bu pay bo'lgani mana bu harfimiz alfabetda qanday bo'lsa shunday o'qilyapti. Ay deb o'qilyapti. Bu esa bechara bu boyaga aytganimizdek pakayf bo'lib ketyapti. Pakayf emas mayli. Keyingisi, read so'zini nima uchun react deb o'qimasligimizni tushunyapsizmi? A yo'qib ketyapti, bu pakayf, esa read. Ice bo'layotganini tushunyapsizmi? boyagidek pakayf bo'lib ketyapti, bu ay. Pipe bo'layotganini tushunyapsizmi? Bu capmikan? Cap degan so'z bor. Qarang, cap degan so'z bor. Bu kepka degani. Lekin orqasiga i qo'shganimiz keyin nima bo'ldi bunda? Bu cape bo'ldi. Bu-chi? Cape bo'ldi. Chunki a. Mana bu a harfi. Bu bitni ham tushundingizmi? Tushundim deb yozib o'ring, mo'llar, hammasi ajoyib deb bo'lsangiz yoki tushunmagan joyingizda yozib qoldirsangiz, men sizga tushuntirib beraman. Suicide me because I suicide. Nima dedingiz? Shuni boshidan tushuntirib o'ring, teacher. Boat nima uchun boat bo'lib taraffuz qilindi? Nima ayla yana bittasi shuni tushuntirib beraman. Boat bo'lgan sababi, qolganlar yozib o'ring, qolganlar tushunayotgan bo'lsa bo'lar. Men shu uchun alohida mayli tushuntirib beraman. So'rang bo'lar, so'rang. Uyalmang. Boat bo'lganning sababi, nima uchun boat bo'lmagan sababi? Ikkita unli harf, bir bo'g'inli so'zlarimizda birgalikda keldi va o'shanday holatlarda ikkinchi unli harf shunchaki tushib qolar ekan. Yo'q bu harf. Bu ketdi. Va yo'qib ketgani bilan oldidagi harfni, unli harfni alfabetda qanday harf bo'lsa, qanday o'qilsa, xuddi shunday o'qishga majbur qilib ketadi. Ya'ni bu alfabetda mana bu o harf emas, bu o cho'zibroq. Mana shunday qilib bizga boat paydo bo'lyapti, coat paydo bo'lyapti, goat paydo bo'lyapti. Tushunyapsizmi? Tak.
Mana deb qo'yaylikchi. Tushundim. Shuncha yil ingliz tilida o'qimabman. Молодцы. Demak, chunki sizni aldashdi, sizni aldashgan deb. Yo'q, aldashmagan, shunchaki ba'zi demak, maktab ustozlari yoki ayniqsa ba'zi bir o'quv markazlarida ham o'sha narsalarni shunchaki eshitasan va qanday aytsa shunaqa aytasan, o'rganasan deydi, xolos. Mana bunaqangi ключевой joylarini aytmay ketib qolishadi, balkim qizg'anishadi. Nima deysiz? Qizg'anishadimi, bilishmaydimi? Qizg'anishadi deb yozing yoki bilishmaydi deb yozing. Tak. Biz esa davom etamiz. Men sizga hozir yana bitta so'zni aytaman-da, qarang. Qizg'anishadimi, bilishmaydimi? Tak. Mana shu yerda ko'rsatib o'taman, qarang. Nima uchun bu endi bu Real Madrid, tushunasizmi? Real Madrid deymiz. Aslida bu Real so'zi bu haqiqiy degani. Ingliz tilida buni Real deb o'qiymizmi, nima deb o'qiymiz bolalar? O'ylab ko'ring-chi. Kimdir Galatasaray tashlasin, Galatasaray. Agar xohlasa. Xo'p, tushundim. Ha, bo'ldi, tushundim debdilar. Ki so'zi deb o'qiladimi shunda ustoz debdilar. Qaysi bir maktabda tushunmadim. Bilishmaydi, balki o'zlari bilishmas. Qizg'anish emas, chunki o'zimiz ham bilmaymiz debdilar. Balki bilishmas. Ko'pchilik bilishmaydi debdilar. Tushuntirib berishi yo'q, ko'p tekshirlarni debdilar. Mayli. Real, mana bu yerda qarang, qanaqa aytyaptilar. Voy. Xo'p, aytmoqchi. Ko'pchilik mana real deyaptilar. Real deb o'qishim kerakmi shunda? Real, ha? Demak, bu bolalar boyagi qoida. E'tibor bering. Real deb o'qilmaydi. Real deb o'qilmaydi, chunki mana bu yo'qib ketadi, mana bu esa i ingichka. Demak, nima paydo bo'ldi? Demak, real i-diku, real. Shunga i deb tushunaylik mana buni. Alfabetda bu qanaqa harf i-mi? Real paydo bo'lyapti. Endi mana bu so'zni qarang. Bu yerda i qo'yayotganimizda qakay bo'lib prosta, lekin mana buni i emas, ay deb o'qishga majbur qilib ketyapti. Va bu nima bo'lyapti? Demak, o'qilishi rice, guruchmidi? Demak, Real Madrid, rice, guruch, qanaqadir nimagadir eslatyapti meni. Bugun kechqurun 12:00 da eslatyapti menga. Mana buni dark sarcasm deydi, dark humor deydi, qora yumor. Tak, demak, real nima uchun bu rice ekan? Tushundingizmi? Ya qayerdan keldi? Yo'q, ya qayerdan kelyapti emas, marjona shunchaki i deb o'ring, real deb o'ring. Biz mana i desam har xil tushunishingiz mumkinligi uchun yana ham qo'shib yordimda, real debdagina. Real deb o'ring. Demak, rice, albatta, mana nima uchun rice deganini tushundingizmi? Guruchni. Молодцы. Mana shu bu ham aytibdilar, i harfi alfabetda i deb talaffuz qilinadi, o'qiladi-ku, shu uchun mana yordam ko'ryaptilar. Rahmat. Ko'ryapsizmi bolalar? Bugun siz bilan sekretlar haqida gaplashamiz deganman. Ikki unli birgalikda kelsa, boya aytgan narsamki, bolalar, mana ikki unli birga kelsa, boyagi narsalarimni tushuntiraman. Pay bo'layotganini tushundingiz-a? Soap tushundingiz? Mashqlar ko'rsatyapti. Nima uchun bu paid bo'lgan ekan? Chunki I o'qilmaydi, bu A. Asosan siz mana bu ikkalasi A bilan I birgalikda paid bo'lsa kerak deb o'ylagandirsiz shu paytgacha. Ya'ni ko'rganmisiz? Mana bu so'zlarni say it, pay it degansiz-ku. Siz bilasiz buni to'g'ri o'qishini. Chunki ko'rgansiz, o'qigansiz. O'qimaganlar, ko'rmaganlar bilmasligi mumkin. Saytdir buni. Paid makanda endi g'alatiroq aytmoqchi bo'lsa, aslida bu nima uchun paid bo'lgan ekan? Chunki I yo'q bo'lyapti. Bu yerda ham I yo'q bo'lyapti. Bu A bo'lyapti bolalar. Mana bu A harfi-ku va bu said bo'lyapti. Qanday? Suyuni tushundingiz? Endi mana teachga qaraymiz bolalar. Nima uchun bu th emas edi? Nima uchun? Chunki ikkita o'nli birga kelyapti bir bo'g'imlikda va bu teach bo'lyapti bolalar. Endi xato bo'lmasangiz kerak ham, yoki Maftun aytdilar, i deb aytsam, mana shuni i ni i ye bilan birga yozaman. Tushunasizmi? Teach degani qanaqa qilib kelganligini tushuntirib bermoqchiman. Yo'q, masalan, shaftolini peach deydim bolalar. Peach. Tushundingizmi? Qanaqa kelib qolganligini tushundim. Mana buni qarang. Og'riq degan so'z. Og'riq bormi deyapti-ku. Pain. Demak, qanaqa qilib bu pain bo'lib qoldi? Mana bu ay ham o'qilibdagimi? Yo'q.
Bu ay yo'q edi o'zi. Ay o'qilmaydi. Mana bu A harfi. Alfabetda qanday? Bu A harfi chunki. Demak, yaxshi. Menimcha tushundingiz. Tushungan bo'lsangiz, endi boshqa nimalarga yana bitta eng zo'r nimalardan biri, Shustri yo'llardan birini tushuntiraman. Kimnidir yosh ukangizni, singlingizni tushuntirmoqchi bo'lsangiz, o'rgatmoqchi bo'lsangiz, uni boshini og'ritib, mana buni outimdi deb, mana bu yerda cloud deb o'qing, cloud emas deb aytmangligini shunchaki bitta qoidacha. Shunchaki yozdirmang qoida. Mana hozir men sizga qoida yozayotganim yo'q, to'g'rimi? Agar, yozdim. Agar deb boshladim. Misol uchun aytayotgan, oxiri i harf bilan tugasa so'zimizni yo'q, hammamiz insonmiz. Hayvondan farqimiz bor. Gapni tushuna olamiz. Shuning uchun shart emas. Bolaga shunchaki tushuntirishimiz kerak. Agarda u harfidan oldin a kelsa, ya'ni a kelsa ingliz tilida, bu o deb o'qiladi. Teskari dunyo. Agarda u dan oldin o kelsa, a deb o'qiladi. Masalan qarang. Autumn yozilyapti, lekin bu autumn. Chunki a u dan oldin kelsa o edi. Augustmikan bolalar? August deyishni to'xtatamiz bugundan boshlab. Bu August. Mana nima uchun Auser deyurishadi. Auser bu after deganida, nega Auser emas? Chunki o bo'lib ketyapti. Automatedmi yoki automatedmi? Automated. Faqat boshida kelayotganmi desangiz adashasiz. Yo'q, mana o'rtada ham kelayotganlar borki, mana qarang. Sauce emas. Birinchidan sauce bo'lmasligini tushunyapsiz. Oxirida kelgan i harfi o'qilmaydi ingliz tilida. Va mana bu au bo'lsa, o bo'lib ketishi kerakmi? Demak, sauce. Bundan keyin qoida chiqaradigan bo'lsak, au bo'lsa, bu o bo'lib ketar ekan. Tushunyapsizmi? Masalan, oddiy misol, sauce. Sauce qanaqa paydo bo'lganini tushundingiz. Va mana qarang, auditoriya deydi-ku, mana bu bizning kuzatuvchilarimiz. Mana bizani hozir 55 kishi kuzatayotgan ekan. 55 ta kishi bizani audiensimiz. Audience demang, oxirida i harfi o'qilmaydi, esa audik o'qiladi. Malatsi. Mana bu yerga qaraymiz. Endi chappacha, teskari dunyo dedik boya bolalar. U dan oldin o kelsa, a bo'lib ketyapti. Out. Endi otda noun deb boshingizga qotirib olishgan. Nima uchunligini tushundingizmi? U dan oldin o kelyapti. Noun. Cloudmi? Count or count? Sana deydi-ku, sana. 1 2 3 4 5. Count. Nima uchun count emasligini tushunasiz. Faxrlanaman deymiz, so'ngra I'm proud deymiz, I'm proud deymiz. Nega a? Chunki u dan oldin kelyapti. Sound or sound? U dan oldin o kelganda a deb o'qilganligi uchun bu sound emas, sound deb o'qilayotgan ekan bolalar. Tushunganlar, demak, tushundingizmi? Mana shuni bilarmidingiz yo hozir bildingizmi? No, avval bilgan bo'lsangiz chunki ko'proq uchraydi. Davomida qaraganman, rostdan u dan oldin etsa o ketyapti. Bulardan bilmasdan e'tibor bergan ekanman. Mana shunaqangi variantda yozsangiz bo'ladi. Xo'p, bir sekund, men suv ichib olayin. Ko'p gapirib yubordim. Faqat kuzni qanday o'qilishini bilar edim, lekin sababini bilmasdim. No, shunchaki kelgan, shuniki yo'q degansiz. Shuncha yildan beri ko'zimiz ko'r ekan. Rahmat. Mana ko'zingizni ochgan. Bilmasdim, bildim. Rahmat Shahzod sizga ham. Bilmay bir narsani o'rgatgan bo'lsam, men bundan juda ham xursandman. Tushungan bo'lsangiz, rahmat. O'tgan safar aytdim-ku, bolalar qisqacha qiladi. Tushundim deb o'tiribdi. Tushundim deb yozishga erinayapti. Bo'sh qolib ketgan vaqtingizga endi Abuzar nima qilasiz? S bilan C ni ham tushuntirib bering. O'tgan safar S bilan C ni harfda tushuntirib berdik-ku. Yo, so'zda kelishini aytyapsizmi? O'shani tushuntiribroq ayting. Got it. Demak, rahmat. Tushungan bo'lsangiz, bolalar juda zo'r. Hozir biz demak 53 kishi kuzatyapti bizni. Biz davom etamiz. Keyingi bet. Bu kichkinagina nima? Bunaqa so'zlar juda ham darajada ko'p emas. Shunchaki aytmoqchiman, i dan oldin yo'q kelsa, I dan oldin yo'q kelsa o'rtalarida shularchi bolalar tushib qoldiriladi. Ya'ni u'lari tushib qoldiriladi, tushunasizmi? U'lari. Misol uchun qarang. Guiltymi yoki guiltymi? G, mana misol keltirmoqchi bo'lgan so'zimni aytmoqchiman bolalar. Masalan, aybdor deganida bu.
Demak, nima qilar ekan? You tushib qolar ekan va guilty bo'lib o'qilar ekan. Guilty. Yoki mana bu yerda ketgan boshqa so'zimizga qaraymiz bolalar. Guess debdi. Topmoqda. Uzr, bu yoqqa yozdim. Guess. Demak, bu nima ekan bolalar? Guess emas, bu guess. Tushundingizmi? Chunki nima uchun? You dan oldin keldi, u qilmaydi. Bu doim ham emas. Bitta narsani aytishim kerak bolalar. Mana burada o'rgatayotgan narsalar 90%, balkim 95% holatlarga to'g'ri keladi. 5%, 4% ingliz tilida doim istisno bor. Ana shu istisnolarda baribir eshitishini ko'rib o'rganishingiz kerak. Yana men hozir aytgan narsam ba'zida to'g'ri kelmay qolsa, meni aldabdi deb noqib ketib qolmang. Demak, xafa bo'lib bugun. Demak, qarang. Nima uchun qurmoq so'zi build, ya'ni build emas. Chunki bu I harfidan U harfi kelyapti va U harfi nima qilinadi? Tushib qoldiriladi. Demak, bu nima ekan? Build. Tushundingizmi? Voy, zo'r. Mana shunaqa variantda ketar ekan. Masalan, mehmon so'zi bor bolalar. Mehmon. Mana shu so'z. Qanaqa o'qilar ekan? Guestmi, guestmi? Mana nima uchun guest bo'lib ketishini tushundingiz. Nima uchun? Chunki I harfidan oldin U kelyapti. Bu esa o'qilmaydi. Bu kichkinagina tushuncha edi. Keyingi betda tushuntirsam, ko'pchiligingiz biladigan bu narsani menimcha maktabda ham o'rgatadi. Ozroq tezlik bilan tushuntirib o'tmoqchiman bolalar. PH birgalikda F deb o'qilishi. Bu narsani menimcha juda ko'p joyda tushuntirishgan sizga. Ko'p to'xtalmayman bu narsaga. Masalan, physics emas, bu physics bo'lishi. Foto, telefonlaringizda foto degan joy bor, bilasiz. Nima uchun PH bo'lganda F bo'lib ketayotganini tushundingiz. Odam ismi Phil deydi-ku, Phil Connorman deydi-ku unda so'rkunda. Phil emas bu. Elephant or elephant. Shepherds. Phone, phone. Qarang, mana shu yerda ikkita narsani o'ylaymiz. Bu bir bug'un. Bir sekund. Bu bir bug'un bo'lgandan keyin I harfi o'qilmaydi va mana buni O deydimi yoki bo'lmasam O deydimi? Alfabetda qanday bo'lsa shunday. Endi mana bu biz hozir o'tayotgan. Bu esa bu yashil yo'q qo'ying. Bu F harfi. Qarang, qanaqa paydo bo'lyapti hammasi. F O phone so'zi qanday paydo bo'lganini tushundingizmi? Hammasi qoida bo'yicha. Yoki mana bunga qarang. Nima uchun bu house bo'layotganligini house tushunyapsizmi? Birinchi navbatda I harfi ingliz tilida o'qilmay ketadi. Oxirida kelsa va O U esa qanaqa edi? A edi. To'g'rimi? Hammasi qashib ketmadi mezda. Tushunasizmi? House. Tushunayotgan bo'lsangiz yaxshi. Keyingi qismga o'tamiz. Qo'shma so'zlar. Agarda so'zlar birgalikda kelsa, ikkita so'z birgalikda kelsa emas. Qaytaraman. Ikkita so'z birgalikda kelsa emas, balki bitta so'z ikkinchi so'zni ikkinchi qismi bo'lib kelsa. Birinchi so'zni ikkinchi qismi kelsa. Masalan, ko'pchilik ko'rgansiz. Aytaylik. Mana bu so'zni juda ham ko'p o'quvchilarim mana shunaqa o'qiydi. Comfortable deb o'qiydi. Comfortable. Bu juda ham ko'p xato. Nima uchun? Ularning miyasigacha mana bu table so'zi, men o'rgatgan paytda nima bo'lgan? Bir bug'un bo'lgani uchun bu I esizdamidi? Hozir boyaga qo'ydatamiz. I o'qilmaydi-da, mana buni A qo'yish kerakmi? Table. Qarang, qanaqa paydo bo'lyapti bu. Boyaga aytgan qoidamga. Table ketgan tushunasizmi? Chunki mana bu A ku table. Hayda. Ham degani mana bu yerda ham table deyuradi o'quvchi. Table deyuradi. Va bu shu yerda xato qiladi. Agar bu aytgan gapim bitta so'zni qarang, ikkinchi qismi, oxirgi qismi deylik, mayli ikkinchi qismi, oxirgi qismida boshqa bir so'z bo'lsa, masalan, boshqa so'z bo'lsa, o'sha so'zni unli harflari bo'lib ketadi, qarashlar qarang. A'mi u, i'mi u, qayirmami, masalan, a'mi u, i'mi u, tushunasizmi? Farqi yo'q. Bo'lib ketadi. Tovushi, o'zi aytasiz-ki, Demak, qarang. I shundoq ham yo'qmidi? Ingliz tilida I oxirida o'qilmasmidi? Endi qarang. Bu comfortable yoki comfortable? Bu table, ya'ni A'miz bo'lib ketyapkan, table. Endi qarang. Yana xuddi shunday table
vegetable'mikan, vegetable'mikan? Bo'lib ketishlik. Vegetable, qarang. Vegetable. Tushunsa, vegetable deysiz mana. Mana demoqchiman, mana tovushda. Vegetable. Bunaqa misol yana keltiraman, qarang. Accountable or accountable. Table deb o'qing bo'lar, table deb o'qimang. Chunki bir so'z boshqa bir so'zni ikkinchi qismi bo'lib kelyapti. Bunaqa so'z faqat tableda emas. Masalan, age ga e'tibor bering bo'lar. Age degani bu nima degani? Bu yosh degani. O'qilishiga e'tibor beramiz. O'qilmasida, boyagi qoida emasmi? Bu boyagi pakayf bo'lib ketadiganida. Bu esa qanaqa harf edi? Midi o'qilishini mana bu yozaman, qarang. Edi-ku birinchi harfi. Alfabetda qanday bo'lsa shunday o'qilardi, esingizmi? Va j. Age-mi bu? Endi qarang, men bu o'sha age so'zini boshqa bir so'zni bir qism aytaman. O'rtacha degani average. Average emas. Average. Bu o'sha shunchaki yo'q bo'ladigan harf. Men buchi emas endi. Bu age. Tushunasizmi? Average. Bu age emas. Tushunasizmi? Courage or o'zi birinchidan o demaymiz. Mana ikkita co mana bu so'zga e'tibor bering bo'lar. Bu jasorat degan so'z. Jasorat. Esingizda. O bilan u birga kelsa nima bo'lardi bo'lar? Bir eslatib o'tamiz. O bilan u kelsa mana bu sariqni yo'qotamiz. O bilan u kelsa au bo'larmidi? Cow bo'larmidi? Mana qarang. Cow bo'lardi, to'g'rimi? Cow age-mi? Bu age. Alohida kelganda edi mana shu so'z age. Bu age bo'lardi. Endi bu bir so'zning ikkinchi qismi keldimi? Age bo'ldi. Bo'lsa age deb ketamiz. Endi bu marriage emas, marriage bo'lishini tushunyapsizmi? Nega mana bu percent emas? Oddiy masalan mana shu cent degani bo'lar. Mana cent bor-ku, dollarning kichkasi. Cent bu. Lekin mana shu yerda percentmi bu? Percentmi? Percent bo'lar. Percent. Chunki aytdimki lar bo'lib ketadi. Percent. Tushunyapsizmi? Endi savol sizga. Man so'zi, man bu erkak degani, man. Endi u ikkinchi so'zni, bitta alohida katta so'zni ikkinchi qismi bo'lib kelyapti. Manmi, minmi? Businessman. Tushunyapsizmi? Endi tushundim deganlar yozsangiz bo'ladi. Yoki men hali ham tushunmadim, men bilan urushyapman desangiz, bemalol mana bu yoqqa yozishingiz mumkin. Comfortable to'ppa-to'g'ri shuni bilardim deblar. GR mana ham yozyaptilar mana bu kishi. Ovozim eshitilmay qoldimi yoki bolalar? Men kimga dars o'tgan bo'lsam. Mana shuncha odam kuzni demak eshitilyapti. Xo'p, yo'q, zo'r ishlayapti debdilar. Yaxshi, tushunayotgan bo'lsangiz, bo'ladi. Tushunmay qo'yganingizda so'rashingiz mumkin kommentda. Hozir dam olib tushundim ancha debdilar. Tushundim. Bu men kichkina qarang, unaqa o'qish bilmasanman. Bu great degan ekan. Qarang, great thanks. Tushundim. Rahmat. Men tushunmagan, siz ham bir narsa o'rgatyapsiz-da. Mana Mirziyo menga bir qisqacha kodlar bilan gapirishni o'rgatyapti. For you. Yaxshi. Tushungan bo'lsangiz men xursandman. Bolalar, endi tushunyapsizmi? Nima uchun bular vegetable, nima uchun vegetable emas? Nima uchun comfortable emas? Sizga faqatgina ustozingiz nima degan bilasizmi shu paytgacha? Comfortable degan paytda, jim bu, comfortable bo'ladi deb aytmagan. Nima uchun comfortable bo'lmaydi ustoz deb so'rasangiz, chunki comfortable deydi. Bugun ertaga boringda so'rang. Ertaga borib ustozingizdan so'rang, agar ustozingiz mana bu kirib turmagan bo'lsa va oldin nima qilmagan bo'lsa. Men uni mod qiling demoqchi emasman, bolalar. Ustozni endi aybi emas, bilmay qolgan bo'lishi mumkin shu narsani, tushunasizmi? Endi qanday ma'noda aybi, shu narsani qiziqib o'rganishi ham kerak edi o'zi aslida. Tushundingizmi? Agarda ustozingizdan so'rasangiz, sizga aytadi. Chunki comfortable deydi. Comfortable deb o'qimaysan deydi. Prosta shuni aytadi. Nima uchun ekanligini esa mana siz hozir bilasiz. Chunki u bir so'zni ikkinchi qismi bo'lib keldi va unda a va e harflar bo'lib ketadi. Average,
marriage, percent, cent emas, businessman emas, businessman va hokazo. Xo'p, bizda hali vaqt bor. 9 da bir joyga borishim kerak edi. Bakka bizda bor. Bu yog'ini shart o'tmas, tushuntirman. Oxirgi, agarda so'zingiz pain bilan tugayotgan bo'lsa, bunga ham juda ko'pchilik adashadi-da, shu joyini tirmaslik uchun qoidasi bilan tushunmoqchiman. Pain bo'lsa, bu bolalar pain emas, tin bo'ladi. Ya'ni shu yerda tushuntirishim kerak. Pain so'zi bilan tugayotgan bo'lsa, bu tin bo'lib ketishi kerak. Misol uchun, mana bu so'z birinchi eng mashhur, ko'pchiligingizda ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mountain degan o'rtog'ingiz bormi? Yo o'zimi? Mountain deyuradi. Mountain bu. Tushunsa, nima uchun? Chunki tain bor. Tain esa tin deb o'qiladi so'zning oxirida. Boshqa misollar yo'qmi? Siz bor albatta. Endi e'tiborsizga, kapitan so'zi ingliz tilida captainmikan, captainmikan? Captain. To'g'riroq bo'ladi, to'g'rimi? Demak, mana bu yerga yozaman. E'tibor bering. Bu nima ekan? Captain. No, captain. No, tin emas, tin. Tin degan o'zi tin deb o'qilishim kerak, tin deb qo'ying, mana tin. Captain. Qanday paydo bo'lganini ko'ryapsiz. Certain or certain. Certain. Curtain or curtain. Mana sizga ham o'sha bir so'zdan aytgan. Curtain nima o'zi bolalar? Bu parda, to'g'rimi? Pardani qanaqa qo'ygan so'zsiz, agar talaffuzini yaxshi bilsa, u aytadi sizga curtain bo'ladi deydi. Qayta aytib qo'ychi deydi. Bu yaxshi o'rgatish, zo'r. Nima uniki aytib ketish kerak edi? Chunki pain tugaganda doim tin bo'ladi deyish kerak. Istisnolar bor, bolalar. Menga kimdir qarshi chiqishi mumkin. Teparoq bosqichdagi o'quvchilar yoki boshqalar, to'xtasan, noto'g'ri o'rgatyapsan. Obtain bo'ladi-ku, retain bo'ladi-ku deyish mumkin. Bu so'zlarni siz bilmaysiz. Teparoq bosqichda bo'lsangiz albatta bilasiz. General Englishda bu so'zlar o'tilmaydi. Lekin pain bo'lib ketadi. Chunki bular exceptions, mustasno, qoidaga tushmaydigan qismlari. Tushundingizmi bolalar? Mountain, captain, certain, curtain, not curtain. Tushungan bo'lsangiz, men xursandman. Ana endi men siz bilan hozir oxirgi qismida practice qilaman bolalar. Mana shu yerda aynan men o'tgan uslubda shu so'zlarni talaffuzini o'zingizga rekord qilib tashlangchi. Hammasini to'g'ri o'qigan birinchi o'quvchiga tak. Biz sizga Dreamzone ruchkasi va Dreamzone krushkasini podarka qilamiz. Demak, bitta ruchka va bitta krushkani demak podarka qilamiz. Katta vaqt 8:57 ekan. Bittada uzmasdan, hammasini bitta uzmasdan to'g'ri talaffuz qilib ko'ringchi. Bugun o'tilgan so'zlar bolalar, bular 9:03 gacha kutaman. 6 daqiqa vaqt. Birinchi tashlagan to'g'ri talaffuz qilganmiz. I don't have microphone deblar. Ming afsus, siz demak birinchi o'rinni ola olmaysiz demak, Mirziyo. O'zimizni rekord qilamiz, ovozimizni yozamiz va aytamiz. To'xtang, mana buni ochib qo'ying. Uzr. Ketdi. Xo'p. Nima bo'lganligi uchun hozir men buni sizni o'qiyman deb nimani ochsam, kommentlarni ochadigan bo'lsam, mana bu yo'g'ib qoladi. Shuning uchun nima qilmoqchiman? Telefonimdan eshitaman. Kimniki to'g'ri bo'lganini ko'ramiz. 25 sekund o'qib chiqdilar Marjona. Pound, cute, jam, kite, mule, fame, 30, boat, fisherman. Siz demek Mirziyo. Xo'p, fishermandan keyin to'xtab qo'ygan ekanlar Marjona. Jam, kite, mule, fame, 30, boat, fisherman, predictable, profitable, launch, fountain, autograph. Xo'p, bolalar,
Qolganlar uchun ming afsuski, Marjona uchun esa demak tabriklayman. Marjona birinchi o'rin oldi. Qolganlar ham xafa bo'lmasin. Yana 3 ta to'g'ri aytgan odamga Dream Zone'da ruchkasidan pодарок qilaman. Yana 3 ta. Marjona to'g'ri aytibsiz, sizni tabriklayman. Balkim teparoq bosqichda bo'lgandirlar, balkim oldindan bilarlar bu sizlarni, lekin juda ham zo'r taraffuz qildilar. Davom etamiz. Malikada. Pound, tooth, jam, kite, mule, aim, 30, predictable, profitable, bounce, Qarang, profitable deyaptilarmi? Profitable'mi? predictable, profitable, bounce, counting. Qarang, Malika, sizni ovozingiz sal nimaroq chiqyapti-da, kачествоsi juda ham pastroq chiqyapti. Menga aniqlashga qiyin bo'lyapti. Qarang, fountain dedilar. Fountain bo'lish kerak edi. Qayta bir urinib ko'ring, Malika, qayta urinib ko'ring. Qayumovadan eshitib ko'ramiz. Pound, cute, jam, kite, mule, fame, 30, bot, freshman, predictable, profitable, launch, 14, autograph. Xo'p, Qayumova qarang. Qayumova sizni xatoingizdaman. Autograph bo'lardi. This is autographda adashdingiz va fountain deb aytmadingiz. Va yana bot deb aytyapsiz. Boat. Aynan cho'zilishi kerak edi-ku, o'qib bo'lgani uchun. Keyingi nimamiz, demak, yana bir kishidan eshitaychi. Abuzar. Pound, cute, jam, kite, mule, Mule. Yuvib ketish kerak edi-ku. Ruxshonadan ko'ramiz, Rayhonadan. Pound, cute, jam, kite, mule, fame, 30, boat, fisherman, predictable, profitable, lounge, fountain, autograph. Juda ham yaxshi, молодец. Rayhona o'tgan safar ham bizlar nimani yutib ketgandilar, adashmasam, Dream Zone demak copybookni sizga bitta demak ruchka beraman agar kelsangiz. Azizdan ham bitta o'qib eshitib ko'ramiz. Cute, jam, kite, mule, fame, 30, boat, fisherman, predictable, profitable, launch, fountain. Menga afsus aziz, fountain deyordingiz. Fountain. Tain bilan tugasa bo'lar, tin bo'lish kerak edi-ku. Va oxirini aytmadilarmi, bilmadim. Demak, bizga aniq bo'lar ruchka deganimiz demak ikki kishida ko'rdik. Va bizda mutlaq g'alaba qozongan inson bu Marjona bo'ldilar. Adashmasam, Marjona kelib so'rasangiz, receptionda sizga podarkangizni berib yuborishadi. Tak, qolganlar sal kech qoldingiz bolalar. Biz 9:02 gacha degan edik. Umumiy fikrlaringizni yozib qoldiring bolalar. Mana shunaqa darslarni ko'paytirsak nima deysiz? Boshqa joyda o'rgatilmaydigan ingliz tili deb bekorga aytmadim va mana bu yerda men bekorga yozmaganman bolalar. Bu shunchaki zo'r. Qani gruppamiz o'zi, Gruppam shunchalik kanal shunchalik ko'pki, adashib ketib qolamizda. Bu meni o'zimning asosiy kanalim-ku. Shahriyor mana shu yerda join deganmiz, Bu yerda men bolalar haqiqiy onlayn ta'lim qanday bo'lishi kerakligini ko'rsatamiz deganman. Mana buni men ko'rsata olmasam, bu kanalni ochmagan bo'lar edim. Ayni vaqtda 631 kishimiz borlar. Siz menga bepulga dars o'tayotganim uchun, mana shu onlayn darslarimizni ko'paytirishim uchun, yanada nima deydi, ko'proq menda motivatsiya bo'lish uchun o'rtoqlaringizga onlayn darslarimizni tashlab qo'ysangiz, ular ham foyda ko'rsin. Umuman olganda mana Qashqadaryoni chekka-chekka qishloqlarida yashaydigan demak farzandlar bor, ukalar bor, akalar bor, demak opa-singillarimiz. Ular ham bundan demak balkim qishloqdagi endi ta'lim darajasi pastroq bo'ladi-ku, ularga shu narsalar o'rgatilmayotgan bo'lishi mumkin. Ularni o'rganishi ancha oson bo'lishi mumkin. Tashlab qo'ysangiz va bizning obunachimiz ko'paysa, biz ko'proq odamga yetib borsak, men xursand bo'lardim. Faqatgina sizdan shu talab qilinadi bo'lar. Keyingi onlayn darsimiz juma kuni bo'ladi. Juma kuni haqiqiy bombasini o'rgataman. Siz juda ham darajada kutilmagan narsani o'rganasiz. Обязательно meni kuzatib boring bolalar. Bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Men bilan qatnashganlar, demak, darsda 50 ga yaqin odam qatnashdi. 50-60 tagacha bordik. Bugun salgina kamroq bo'ldi. Keyingi safarga onlayn darslarni o'tkazib yubormang. Tak, sog' bo'ling. Ko'rishganda, ko'rishguncha. Hammaga xayr.